Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, bir hadisi sharifni ko'rdim va xohladim shuni sizlarga ham sharik qilsam. Bir o'zi katta bir sahoba Hazrati Muoz bin Jabal deydi radhiyallohu anhu payg'ambarimizdan bir savol so'radi. Shundoq bir savolki har musulmonni fikriga, zehniga, qalbiga bu savol bor. Shundoq bir savol so'radiki, har insoniki maqsad zindagiligini bilgan bo'lsa, bu savol hatman uni fikri, zehniga bor. Aytdi: "Ay Rasuli Xudo", dedi, "Ay payg'ambari Xudo", dedi. "Menga dedi shundoq bir amalni ma'rifi qiling. Shundoq bir amalda ko'rsating, tonitingki", dedi, "meni jannatga olib o'tsa", dedi, "va otashi do'zaxdan meni uzoq qilsa", dedi. Payg'ambari mehribonimiz aytdi: "Siz", dedi, "katta bir zotdan savol so'radingiz", dedi, "katta zotni so'radingiz", dedi. "Ammo agar Xudo oson qilsa, ko'p oson", dedi. Qaranglar, payg'ambarimiz aytdi, avval Xudoni, dedi, shundoq bir ibodat qiling ki hech zotda hech kimni Xudoga sharik qaror bermaydi. Bir. Va ikkilamchi aytdi, namozingizni o'qing, dedi. Namozda aytdi. Chun namoz sutuni dinimizdir. Bir insoniki musulmonman deydi, vali namozi yo'q, u musulmondan hech xayri yo'q. Bu musulmonni hech zoti yo'q. Va so'ra payg'ambarimiz zakotda aytdi, ro'za tutishlikda aytdi va hajda aytdi, har kimniki tavoni. Ya'ni islom va musulmonlik faqat og'izga emas ekan, aziz birodarlar. Faqat ehsosoti bo'lsa, musulmonman degan kalma aytaman, musulmon emas, yo'q. Balki amal bilan va bandaglik bilan, ya'ni yaxshi amallar qilsa, mutobiq islom. O'shandog'iga islom aytgan, payg'ambarimiz qilgan, shariatga barobar va shariat aytgan shu ishlarni qilgin, shu amallarni qilgin. O'sha amallarni qilsang va Xudoga yaxshi bandaglik qilsang, bu yilga qaytib nijot. Bu yilga kamyoblik bor. Bu amallar, bu bandagliklarimiz qaytib bizlarni jannatga yo'q qiladi. Qarang, payg'ambarimizdan so'radi, aytdi, "Ya Rasululloh, bir shunday amalni ma'rifi qilingki, aytingki, meni jannatga olib o'tsin", dedi. Payg'ambarimiz aytdiki, "Allohni shunday bir ibodat qilganki, hech zoti hech kimni Allohga sharik qaror berma". Ya'ni robitangni Alloh bilan, Parvardigoring bilan, Rabbing bilan isloh qilgin, mahkam qilgin, yo'q qilgin. Zindagilik isloh bilan. Namozingni tuzatgin, gunohlardan uzoq bo'lasan. Tavoni qudrating bor, haj qilgin, zakot bergin, mohi Ramazonda ro'za tutgin, safarda. Bular insonni jannat tarafga qaratadi. Rohatli joyga qaratib insonni kashallaydi. Oromish tarafga qaratib insonni kashallaydi. Xudoga yo'q qiladi, Xudoga eshittiradi inson. Allohim taol hammamizni hushyor qilsin va hammamizga tavfiq bersin va hammalaringizni Allohim taolga topshiraman. Har joy dunyoga borsalar, Allohim taolni hifzi panohiga bilinglar. Sog' va salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi.